Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aka-ukalar yaxshimisizlar, tuzimsizlar, salomatchilar yaxshimi hammalarda. Aka-ukalar mana u mechitni jichcha uborga qilib qo'yishimiz kerak ekanda. Mana nima bo'lib ketibdi-chi? Mana maylar ham o'lgan, mana musor bo'lib ketibdi. Mana shularni bir tozalab qo'ymaylik. Kechqurunga vaqt bo'lsa, o'zi 1 soatlik ham ishmasak ham bir 4 ta 5 ta odam chiqib turib, supurib tozalab qo'yishimiz kerak. Mana nimani ichlarida ham o tozalaydigan yerlar ko'p ekanda, o Ramazonda ovqat qilgan bo'yimizcha qolib ketgan bilmayman. O'ta musor bo'lib ketibdi mana ichi. Shu yerlarni tozalab qo'ymaylik, tozalab turib, mana tagiga burushatkaga eriydiganlar bo'lsa eriveringlar. Bo'lmasam 5-10 so'mdan qilib pul to'plab turib burushatkalarni qo'yib qo'yaylik. O'ta zo'r bo'lib qoladi-chi. Shu yerda jichcha ishimiz qolibdi-da. Mana yozda kechroq damalganda qilib qo'ysa bo'ladi ekan. Mana ham o'zi sinib ketgan bo'yicha turibdi, shu ummangilarni ham shart yig'ishtirib turib, anaqa nima deb qo'yadi, oxirgi o'xshatib qilib qo'ysa bo'ladi ekan-chi. Ummangilar anaqa tagini tozalab ham o'tirmaydi. Mana bu lyukka masallar. Lyuk ochib qo'yibdi-yu, yuniga chiqib. Undan keyin bunda oxir qilib turib, bitta katta nima qo'yib qo'yamiz, tirab, o'sha bilan suvda ketaveradi-da. Mashina qilib qo'ysa zo'r bo'lardi-chi, ertaroq.